Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yana o'sha Abdullah akamizni qo'y fermalariga keldik akalar. Abdullah aka, bugun necha partiya qo'y bor endi? Bugun 5 partiya bor, bo'lib chiqarib beramiz. Kashtalar haqiqiy go'zallardan kelibdi-ku. Jonivorlar. Akalar, xudo xolasa 5 partiya qo'y bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Xudo xolasa mana qo'ylar naq bo'g'ozlardan kelibdi, xudo xolasa. Bugun haftaning seshanba kuni 4-mart 2025-yil akalar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Birinchi partiya soni nechta bo'ldi aka? 5 dona. 5 dona ekan-a? Ha, 5 dona. Bular yosh qanaqa? Yosh qo'zi hammasi. Hammasi qo'zi? 11-12 oylik qo'zilar. 11-12 oylik qo'zilar, xudo xolasa. Bular bo'g'oza bular? Ha, egasi qo'chqarib yurganda hammasi ajralib qoladi. Qo'zi tug'ilgan yilin soladi. Ozgina yelindab yezi bor-a? Ha, bezi bor, lekin qarshi bo'g'oz. Gap mana xudo xolasa. Bu qaror astosi birinchi bolasini olgan bitiradi. Gap mana xudo xolasa sort yaxshi ekan qo'ylar akalar. Haqiqiy kashtan. Qo'y qolaman deganlarga akalar mana tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi narsalar ekan qo'ylar. Hammasi bashta bir xil jonivorlar. Hammasiga qora. Kashtanlar. Hammasi to'qlar akalar, hammasi qo'zi jonivorlar. Abdullah aka yeb ichlari qalay bo'ladi endi? Biz yaxshisini o'rgatib, yana bir haftasini olib sho'radi. Bir hafta garantiyasini berasiz xohlasa. Garantiyasini beramiz. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar. Boylar necha endi bo'ladi? Boylari 75 pilis. Mana bitta minusi bor. 73 minus qolgan 75 plus a? Ha, 80 ga borib qoladi. Hammasini dumbalari ham tikka dumba ekan akalar mana. Ko'rinib turibdi qo'ylar. Qo'y qilaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Xolasa bolaning yaxshisini beradi. Abdullah aka, dastlabkilar qayergacha endi? Dastlabki Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha yetkazib beriladi xolasa. Yetkazib beramiz dastlabki ichida. 5 o'n olishsa. 5 o'n nechi puldan endi Abdullah aka? Qanaqa qilib degan Bo'ladigan qilayting-da, bo'ladigan qilib narxni yo'lida qilib bering. Kelishtirib. Biz obunachilarimiz bo'lsa, dastlabki Toshkentgacha qilib yetkazib beramiz. 3,5 milliondan. 5 o'n olishsa. 5 o'ga 3,5 milliondan. Yana bo'lsa, ozmas qaytib o'tib beramiz. Baland paytda balik 100 ming o'tib kelar. 3,5 milliondan sunnatiga o'tib beramiz. Bitta so'radi. Xudo xolasa telefon qilsangiz bitadi. Bitadi xolasa. Akalar mana telefon aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa telefon qilgandan ish bitadi. Hech kim aytgan sotilmagan. 3 million 500 mingdan akalar mana bo'g'oz qo'ylar. Xudo xolasa o'tib berishadi. Endi keyingi navbatda Onlardan ko'rsatib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga to'qliq so'lovlardan akalar, qo'zilardan mana. Soni 5 dona ya bo'ladimi? Ha, 5 dona. Ichida bitta sariq bor ekan, akalar qo'ygani kashtan sifat qo'zilar. Bu necha oylik Abdullah aka? 9-10 oylik atrofida. 9-10 oylik atrofidagi qo'zilar akalar. Bo'ylar necha endi? Bo'ylar 75 pilis hammasi. 75 pilis akalar. Xolasa yeb ichishlari zo'r. Ular ham sinovdan o'tgan akalar. Yana 5-10 kun sinab olasizlar. Bo'ylar nechaga beramiz endi Abdullah aka? Bo'ylar 75 ga beramiz. 75 pilis 75 ga olishasiz. Minus yo'q aytmi? Yo'q, minus yo'q. Gap yo'q. Xolos sifat yaxshi qo'zilar ekan akalar, mana dumbalari ham ko'rmadim ba hammasi. Qochaveradi. Bular qisira? Bilmayman, biz og'amiz aniq emas. Bu ham kelgan. Shu narsaga olinadi akalar, mana 50 bo'g'oz bo'lsa, baxtingiz bo'g'oz bo'lmasa, bitta chiroyli qo'chqordan qo'shib ko'paytirsa bo'laveradi akalar. Abdullah aka, necha pul deymiz endi bularni? Bularni 3 million so'mdan kami bor. Shuni qilib o'tib beramiz. 3 milliondan? Ha. Qancha o'tib berasiz endi? Odamga yo'lda qilib beramiz. Telefon qilishaversin, haligi ko'p summadan emas, 500 ming o'tib beramiz. 29 dan ekanda? 100 mingdan 500 ming o'tib beramiz. Mayda shulasi 29 dan dastlabkasini Toshkentgacha qilib beramiz. Yana xayri bor, xudo xolasa. Yana xayri bor. Telefon qilishsa, ish bitadi. Gap yo'q. Telefon qilgan ishini bitiramiz. Hurmatli obunachilar, telefon aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa. Oxirigacha ko'rsa, barra qo'zi, ina bola hammasidan bor. Gap yo'q. Bitta bo'lib chiqarib beramiz. Kelar endi keyingilarni navbat. Akalar, mana keyingi partiyasiga bir dona ona bo'lasidan akalar. Jonivor. Haqiqiy kiyik ekan onasi. Turishni qaranglar.
Bolasi ham o'ynab turar ekan mana jonivor. Ablatik onasining yoshi qanaqa endi? Ashi ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi mana shu. Hit jonivor. Bitta kiyigidan ekan. Yeb-ichlar yaxshi, xudo xolasa. Bolasi necha oylik? 1,5 oylik atrofida. 1,5 oylik atrofida. Yeb-ichlar sinib o'tgan-a? Ha, sinib o'tgan. Nech pul deymiz endi ablatik bo'ladi? Oldi qo'shib qo'yamiz 5 million so'm bo'lsa, Toshkentga chiqib yetkazib beramiz. 5 million yana xayri bor-a? Ha, xayri bor. Gap akalar. Telefon aloqa chiqarasizlar, sizlar vaqtlaringni olmaymiz. Bundan keyingi barra qo'zilamanmi endi? Ikkita to'qli qo'zi bor, xolos, barra narxida. Ikkita to'qli bor. 5 ta barra qo'zi chiqadi. Gap akalar. Endi keyingilar navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingisiga 2 dona yana qo'zi so'lig'i bilaman. To'qlilar. Biri ko'k, biri qora kashtan ekan. Baradan endi chiqibdi. Necha oylik bular? 7-8 oylikda 7 oylikka beramiz. 7 oylikka berilaveradi. Bo'ylar nechaga beramiz? Ular 70 kilos, 75 ga bo'ladi. 70 kilos. Yeb-ichlar yaxshi, xudo xolasa. Nech pul deymiz ablatik endi bular ikkalasini? Ularni videoni so'zimiz boshdan bo'ladi qani 2,5 dan 5 million bo'lsa, dastlabki Toshkentga chiqib beramiz. Vodiyga bo'lsa yana xayri bor-a? Vodiyga bo'lsa yana xayri bor. Gap yo'q. Akalar telefon aloqa chiqarasizlar. Endi Toshkentda ajratib dishmadi, Toshkentga ham telefon qilasiz. Toshkentliklar ham ketaveradi. Xayri qilib beramiz Toshkentga. Gap yo'q. Akalar endi baralangan navbat. Akalar mana va nihoyat hamma kutgan o'sha barra qo'ziloq navbat keldi akalar mana. Qo'ylarni qaranglar. 2025 da bular-a? 24 oxiri. Ha, dekabrga qo'zilar ekanda unda. Ha, dekabrga. Gap yo'q mana. Xolasa bahoriy mavsumda yangi yiltir qo'zilar akalar. Bular ablat aka qo'chqormi, so'g'liqmi? Bitta qo'chqori bor. Bitta qo'chqori bor. Ha, 4 ta so'g'liq ekanda, soni 5 ta. Hech jonivor. Akalar mana o'zidan ko'p yuraver ekan xudo xolasa. Pensioner hoji bo'larimizga tavsiya qilib qolamiz. Gap yo'q. Hech jonivorlar. Abdat aka yeb-ichlar yaxshimi? Kepak-mepak yeyaptimi? O'ta zo'r. Ha, kepak, makka, hamma narsa yeydi. Gap yemasa hech bo'lsa shunchalik bo'lmaydi qo'ylar. Bo'ylar necha endi uni? Ular 70 atrofida. 70 atrofidagi qo'zilar. 70 ga beramiz. Yoshligichi? Yoshligichi 4 oylik qo'zilardan. 4 oylik qo'zilar. Abdat aka nech pul deymiz endi bularni optimga? Qani bitta chiraliq narx ayting chiqani. 2,5, 24 yo'q. 23 dan bo'lsa, dastlabki Toshkentga chiqib yetkazib beramiz. 2 million 300 mingdan. Ha. Sar kelishtiring endi abdat aka. Elmira tuzdan desa 2,200 dan qilib beramiz mana. Gap so'z yo'q. Yana o'tib berasiz optim bo'lsa? Telefon qilsin, sunnatiga o'tib beramiz. Gap yo'q. Ko'p narsa olmaz, sunnatiga o'tib Akalar, telefon aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa telefon qilgan odamni ishi bitadi akalar. Optim olsa tanlab olishga qo'shiladi. Gap yo'q. 100 ming so'mdan qo'shiladi bittasiga. Qo'chqoriga 200 ming, so'g'liqqa 100 ming. Telefon aloqa chiqarasizlar.